Chempionlar bilan bir zalda. Bugun Bahodir Jalolov nomidagi boks maktabi haqida gaplashamiz. Kuniga 5 mahal ovqat va 2 marta mashg'ulot. Maktab qandozi juda katta va ularning o'zlarining yotoqxonasi bor. Agarda siz maktabga juda yaqin masofada tursangiz ham aynan yotoqxonada turishingiz kerak. Bu o'quvchilarning, ya'ni bo'lajak sportchilarning atrof muhitga chalg'imasligini oldini olish uchun qilingan. O'quvchilarga telefon umuman mumkin emas, faqatgina haftada bir marotaba beriladi. Xavotir olmang, bolalar umuman zerikib qolishmaydi. Ularda kutubxona, musiqa to'garagi, suzish, massaj, xullas bir sportchi uchun nima kerak bo'lsa, barcha sharoit mavjud. Promaktab jamoasi bilan borganimizda murabbiy har bir o'quvchi uchun qanday jon berib shug'ullanayotganini ko'rib, juda ham hayratlandik va bunday sharoitda farzandingiz shijoatli, irodali, aqlan va jismonan yetuk va albatta chempion bo'lib yetishi aniq. Maktab to'liq obzorini esa Promaktab YouTube kanalida topishingiz mumkin. Kanalga havola esa profil shapkasida. Yuqorida aytib o'tgan barcha sharoitlarimning narxi esa 0 ga teng, ya'ni mutlaqo bepul.